Assalomu alaykum. Men Farg'ona davlat texnika universiteti transport vositalari muhandislik kafedrasi mudiri Hametov Zamirbek Muxtorovich bo'laman. 1984-yili Qirg'iziston Respublikasida tavallud topganman. Umrimni asosiy qismi shu O'zbekiston Respublikasi bilan bog'liq. 1996-yilda O'zbekistondagi yoshlarga yaratilib berilgan sharoitlar, ilmga qiziqishim sababli shu 96-yilda tog'amlarning qaramog'iga kelib, 12 yoshligimda Farg'ona tumanidagi 30-sonli umumta'lim maktabida tahsil olganman. 1999-yili Farg'ona Politexnika instituti deyiladi. Hozir Farg'ona davlat texnika universiteti. Farg'ona Politexnika institutini qoshida 18-sonli litsey internatiga kirganman. U yerni 2001-yilda muvaffaqiyatli tamomlab, 2001-yilda Farg'ona Politexnika instituti bakalavriat ta'lim yo'nalishiga kirib, uni 2005-yilda bakalavriat bosqichini muvaffaqiyatli tamomlaganman. 2008-yili magistratura mutaxassisligini tamomlaganman. Keyin 2008-yildan buyon o'sha hozirgi Farg'ona davlat texnika universitetida o'zimning faoliyatimni olib boraman. Turli xil lavozimlarda o'zimning faoliyatimni olib bordim. Umrimning qiyin davrlaridan bittasi fuqarolik maqomini olish bo'ldi. Ishlab yurgan, faoliyat olib borilayotgan yillarida fuqaroligi yo'q shaxsda O'zbekistonda yashash turish guvohnomasini olganman. Endi u misol uchun shu O'zbekiston fuqarosiga nisbatan imtiyozlar cheklangan unda. Hayotimda bitta voqea bo'lganda, mexanika fakultetini dekan o'rinbosariman. Keyin 2009-2010-yillarda dekanimiz chaqirdi, bitta topshiriq bilan chaqirib, va hokimiyatda dedi, qanaqadir topshiriq bo'libdi, o'shanga dedi, sizlar borib dedi, ko'maklashib kelinglar deb topshiriq berdi. Keyin xo'p deb endi hokimiyat binosiga bordim. Hokimiyat binosiga borsam, o'sha ishda turgan mas'ul shaxslar guvohnoma so'rashdi. Keyin men ularga fuqaroligi yo'q shaxsda O'zbekistonda yashab turish guvohnomasini taqdim etdim. Taqdim etsam, bu hujjat bilan sizni dedi hokimiyat binosiga kirgizolmaymiz deyishyapti. Men dedim, sizlar ko'makchi so'ragan ekansizlar. Men sizlarga yordamlashishga keldim desam, yo'q, yordamlashishga ham, hattoki o'sha nimaga yordamlashishga ham haqqim yo'q ekan. Kirib o'sha hokimiyat binosiga kirgizishmadi. Qanaqadir hali o'zingizni kamsitilgan shaxsdek his qilasizda o'zingizni. O'shanda ham umidimni yo'qotmadim va endi qanaqadir endi bir umid bilan yashadim, ishladim, mana shu yerda jamoa bilan mehnat qildim. Endi baribir eng katta orzuyimdan bittasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lish edi. Ota-onam Qirg'izistonda. Endi birorta har xil endi odamda misol uchun har xil vaziyat, bir borib issiq sovug'idan xabar olishga ham imkoniyat yo'q-da. U fuqaroligi yo'q shaxsda O'zbekistonda yashab turish guvohnomasi bilan u chetga chiqarmaydi. Endi hali ular kelishadi, ular ham kelishi ham oson emas-da. U paytda chegara masalasi juda murakkablashgan vaqt bo'lgan. Ular kelib mamnun endi misol uchun ko'rish uchun ham ularga qanaqadir chaqiruv qog'ozi orqali kelishadi. Endi meni kelib ko'rib ketishadi. Endi shunaqa murakkab davrlar bo'lgan. Bir hali ota-onam holidan xabar ola olmasam, farzandli nimangizni burchingizni bajara olmasangiz. Shunaqa holat bo'ladi-da, odam hali tushkunlikka tushgan holatingiz ham bo'ladi-da odamni. Kamsitilgan his qilasiz-da odam o'zingizni. Misol uchun hali nimalarda saylov komissiyalariga mas'ul qilib qo'yib qo'yishadi. Lekin hali yatta jarayonda turasiz, ovoz bergingiz, o'zingizni qanaqadir nimangiz bilan bildirgingiz keladi. Misol uchun munosib nomzodga ovoz bergingiz keladi, lekin siz u cheklangan, o'sha ovoz berish ham cheklangan. Siz saylov berish huquqiga ega emassiz. Keyin yoshda o'sha jarayonda mas'ul bo'lib turamiz u fuqarolarni ayrimlari bir kelmasa, shunchalik qo'lingda fuqarolik bu buyuk ne'mat-da. Buyuk ne'mat bo'lib turib, bu shu o'zingni burchingni bajarmasang degan holatlar bo'ladi-da. Keyin hali shunaqangi o'sha paytda hissiyotlar o'tar edi. Men misol uchun shu hujjat bilan oliy ma'lumotli bo'ldim. Oliy ma'lumotli bo'ldim. O'zim ustida ishladim, bilim oldim, oliy ma'lumotli bo'ldim. Lekin hali ayrim fuqarolarni O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, o'sha imkoniyatlardan foydalanmasdan hali o'sha zamondan nolishaveradi-da. O'shanaqa odamlarni ko'rsam hayron qolaman-da men. Shuncha imkoniyat bergan bo'lsa, men shu fuqaroligi bo'lmasdan turib, shu maqomga ega bo'lmasdan turib, shuncha imkoniyatlardan foydalanyapman. Agar men O'zbekiston fuqarosi bo'lganimda, bundan ham yuqori imtiyozlardan foydalangan bo'lar edim. Nimaga bular shunaqa ekan degan hali hayratlanarli holatlar ham bo'lgan-da. Bunday o'zi ta'jublanasiz. Noshukrlik deysizmi, endi bilmayman u nima deysiz endi. Men misol uchun o'sha yerda kelib Farg'ona tumanidagi 30-sonli umumta'lim maktabida o'qigan bo'lsam, bitta sinfda 25 kishi o'qigan bo'lsa, men o'sha yerda
ota-onamni mehridan yiroqda. Endi tog'amlar ham misol uchun mehr ko'rsatishgan, baribir o'zi ota-onasichalik bo'lmaydi baribir. Misol uchun kechki payt birorta joyingiz og'rib qolsa, haddiy sig'ib tog'ingizni uyg'ota olmaysiz. Uyg'ota olmaysiz misol uchun. Erkalik qila olmaysiz-da. O'zingni ota-onangni bag'rida bir erkalanib, bir mazza qilib o'qib, bir fikrlar yurardi menda. Keyin yillar o'tgandan keyin prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bo'lgandan keyin qanaqadir umid uchqunlari paydo bo'ldi. Umid uchqunlari paydo bo'lib, keyin o'sha bosqichma-bosqich fuqarolik beryapti ekan. Hali shuncha misol uchun O'zbekistonda ham qanchadir miqdorda shunaqa menga o'xshagan insonlar bor-da. Inson qadri aziz degan nimada fuqarolik beryapti ekan. Holatini tushunib deganini eshitdim, keyin hujjatlarni tayyorladim. Hujjatlarni tayyorlab o'sha Farg'ona shahar pasport institutiga topshirdim. 2020-yili prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan menga fuqarolik berdi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi degan yozuv turibdi. Men pasportni olganman, turibdi. Bir o'zimda yo'q bir shansiz hamma qarindosh urug' tanish bilishga shunaqa fuqarolik oldim deb, hali g'urur nimasi bilan odam hali moddiy boylikka erishsa ham bunchalik o'zini xursand his qilmaydi-da. O'zini bunchalik his qilmaydi. Men u kungi taassurotimni sizga so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Minnatdorchilik hissi uyg'ondi. Hali mana endi men ham to'laqonli hamma imkoniyatdan foydalanishim mumkin. G'ururlanib yana ham izlanishga tushib, 2020-yilda texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini oldim. 23-yilda dotsent ilmiy unvonini oldim. 2025-yilda texnika fanlari doktori ilmiy darajasini oldim. O'zbekiston Respublikasi menga nima berdi? Men hozirgi kunda davlat bergan namunali imtiyoz asosida davlat uyidan olganman. Chiroyli oilam bor. 3 o'g'il, 1 qizim bor. Undan tashqari meni o'sha ish joyim bor. Ikkinchi uyim deyman-da, men o'sha 99-yildan beri hozir hisoblasam 27 yil bo'libdi. Umrimning aksariyat qismi shu dargohda o'tgan. Bu dargoh menga o'qib izlanishimni, o'sha hayot yo'limni qurishni berdi-da, imkoniyatini berdi. Hozirgi kunda o'sha yoshlarga aytkim keladi-da, O'zbekistonda hamma sharoit izlansa, hamma sharoitni yaratib bergan, lekin o'sha sharoitlardan foydalanish, o'zingni ustingda ishlab qanaqadir muvaffaqiyatga erishish u o'zingni qo'lingda. Odam o'zi istab, o'zini ustida mehnat qilmasa, ertangi o'sha nimalarga, yutuqlarga, natijalarga erishmaydi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston davlat rahbari bo'lgandan keyin mana qo'ni-qo'shnichilik bordi keldi masalasi insonlarga shunaqangi qulaylik yaratib berildi. Hali avvallari chegaradan o'tish uchun to'g'ri tasavvur qilib bo'lmasdi-da, bu qiyinchilik. Hozirgi kunda bunday borsangiz, hamma narsa inson uchun. Mana qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamjihatlikni yo'lga qo'ydi. Avvallari o'sha boshqa o'zga yurtlarga o'tadigan bo'lsangiz, o'sha Markaziy Osiyo davlatlariga o'tadigan bo'lsangiz, sizga boshqacha qarash bo'lgan. Hozirgidaqa do'stona qarash bo'lmagan. Shunaqangi holatlarni bilaman, chegara ortida birorta o'zini yaqin insoni vafot etib qoladigan bo'lsa ham o'talmagan. Vafot etganga ruxsat yo'q edi, to'yiga ruxsat bor edi. To'yiga taklifnoma orqali chaqirib, vafot etgan insonnikiga to'y deb chaqirilardi. Shunaqangi davrlar bo'lganda, hozir Xudoga ming qatla shukr qilib yashaydigan davrda yashayapmiz. Men aytaman, doim Xudoga ming qatla shukr qilib yashaydigan davr. O'sha davlatimiz rahbari boshchiligida hamma sharoitlar yaratib berilgan. Mehnat qilgan, o'zini ustida ishlagan insonni davlat munosib rag'batlantiryapti. Mana men misol uchun mana shu Farg'ona davlat texnika universitetiga kelib, turli xil lavozimlarda ishlaganman. Hozirgi kunda kafedra mudiriman. Bu mehnatim bilan bu davlatda millatchilik yo'q, tanish bilishchilik yo'q deb bilaman. Yo'q bu narsa. Hamma mehnat qiladigan bo'lsa, mehnatiga yarasha rag'batlantiriladi. Inson qadri aziz. Davlatimiz rahbari shunaqangi nimalarni ilgari suryapti. Manaman degan rahbarlar o'sha tepadan pastga tushib, yoshlar bilan o'sha quyi qatlam bilan muloqot qilyapti, dardini eshityapti. Oldinlari o'sha birorta tashkilotga borib, birorta dardingizni aytsangiz, o'sha eshik tagidan kirgizmagan. Hozir tinglayapti. Har bitta tashkilotni o'sha haftasiga bo'lib qo'yilgan qabullari bor rahbarlar. Hokim qabuli bor,
shahar hokimi, tuman hokimi qabuli bor, ichki ishlar rahbarining qabuli bor. Har bitta sohani rahbarini bir kundan qabul ochiq muloqot kuni bor. Ta'lim sohasiga ham juda katta e'tibor berilyapti. Juda katta e'tibor berilyapti. Har bitta o'sha ta'lim sohasida ishlayotgan inson borki, o'zini nima deydi, oilasini boqishga bemalol qurbi yetadi. Misol uchun bir davrlar bo'lar edi, hali farzandingizni bitta tufli sirtlab oladigan bo'lsa, kosibga yuborardingiz, tiktirib kiydirardingiz. Hozirgi kunda shunaqangi imkoniyat bor. Va shunday chiqib o'sha kunda o'zida yangi tufli sotib olib berishga imkoniyatingiz bor. Hozirgi kunda kim misol uchun o'tgan yilgi kiyimini kiyyapti, yangisini sotib olib berishga imkoniyati bor. Bir yilda bir yangi yilda ko'riladigan, yangi yilda mazasini tatadigan narsalar bo'lar edi. Oddiy ichimliklarda ham yangi yilda bir marta ta'mini bilinar edi. Hozirgi kunga kelib o'sha narsalar kunlik ehtiyojimizga aylanib bo'ldi-yu. Nimasidan olishimiz kerak? Nimasidan? Bunday bozorga chiqsangiz hamma narsa bor deyapman-ku. Ehtiyojingiz uchun. Bunday bozorga borib o'sha narsani sotib olishga imkoniyatingiz ham bor. Imkoniyatingiz ham bor sotib olishga. Men aytyapman, Xudoga ming qatla shukr qilib yashaydigan davrda yashayapmiz. Bu davrdan nolish menimcha xato bo'lsa kerak deb o'ylayman. Davlatimizni hamma sharoitni yaratib bergan, faqat insonni o'ziga qolgan xolos kelajagini qurish. Hozir til sertifikatini olib, misol uchun ingliz tili sertifikatini misolda olaylik. Yuqori natijaga erishsangiz, yuqori natija to'langan pulingizni qaytarib beryapti. Qaytarib beryapti. Bu qaysi davlatda bunaqa bor? U bilim, u insonni o'ziga kerak. Lekin davlat yana qo'llab-quvvatlab, u to'lagan summasini yana qaytarib beryapti. Bu qanaqa bu bunchalik sharoit noshukrlik qilib bo'ladimi bu nimaga? Maskanimizni qarang. Buni oliy ta'lim maskasini yaratilib berilgan sharoitni qarang. Dastavval o'sha oliy ta'limga kirganimizda bitta kutubxonada bo'lardi kompyuter. Oddiy misolda, ikkita, uchta bo'lardi, o'chirib turib, undan foydalanardik. Hozir sharoitni qarang. Ilm olaman sen, kutubxona bazasida yetarli kitob bor, kompyuterda shuncha olib kelib qo'yib qo'ygan. Faqat undan foydalanish kerak xolos. Yotoqxonalarni misol uchun hamma sharoiti bilan qurib qo'ygan bo'lsa, kirsangiz havas qilasizda. Autoriyalar yaratib berilgan sharoitlar qay universitetimizda. Qivizlarda hazil qilib, faxriy yorliq beribdi deb ana qilib chiqishardi. Hozir qanaqa davrga erishdik? Misol uchun eng yaxshi kitobxonga bitta avtomobil sovg'a qilinyapti. Bu kitobni o'zi uchun o'qigan olimpiada g'olibiga avtomobil sovg'a qilinyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. Ana o'sha 2 yildan beri o'sha oliy ta'limda innovatsion g'oyalar yetakchisi, shu yetakchilarga har yilda elektromobil sovg'a qilinyapti. Mana yurtboshimizni odilona siyosat orqali bo'lyapti. O'sha qaysi davlatda ta'lim rivojlansa, o'sha yurt kelajagi bo'ladi. Nomdor stipendiyatlar bor. Shuncha nomdor stipendiyatlar bor. Ularni rag'batlantirishni qarang. Mustaqillikning sharofati. Yurtboshimizning o'sha odilona siyosati. Universitetimizdan misol qilib gapiradigan bo'lsak, nechta talabamiz xorijga qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha. O'zimizdagi Asadbek dual ta'lim bo'yicha 1 yil o'qib keldi, o'sha nimada Koreyada o'qidi. Italiyani Turin universitetida borib tahsil olib kelishdi. Gapiraman desangiz, yutuqlarimiz ko'p. Yoshlarga imkoniyatlar cheksiz. Faqat o'zidan jicha mehnat, intilish. Qolganini o'zi davlat hamma sharoitni yaratib berilgan, qo'llab-quvvatlab, o'zi e'tirof etib oladi. Yoshlarga yaratib berilgan imkoniyat boshqa davlatlarda yo'q. Men misol uchun boshqa davlatlar bilan solishtiraman. Misol uchun qarindosh urug'im bor. Sizlarda qanaqa sharoit deyman? Solishtiraman. Bu shukronalik deb bekorga aytilmayapti. Bu shukronalik anaqasini ham to'g'ri tushungan tushunadi. Men o'sha boshimdan o'tgan narsalarni aytib berdim sizga. Anaqa nima qo'shgan yo'qman. Aytyapman, 99-yildan beri shu dargohda bo'ladigan bo'lsam, bu dargoh meni ikkinchi uyim. Meni mashattagi ustozlar tarbiyalab, o'zlarini yoniga olishib, tarbiyalashib, mana shu darajaga kelgan insonman men. Misol uchun mashatda 1000 fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurgan bo'lsam, men biror katta inson kamsitmaganman. O'zini mashta ishlayotgan insonlar o'zini mehrini bergan, o'zini qo'ldan kelgancha yo'l yo'riq ko'rsatishgan. Hozirgi kunda men kimman? Faxrlanib aytsam bo'laveradi. Texnika fanlari doktori, dotsent.
insonman. Davlatimizni yaratib beradigan sharoitlardan unumli foydalangan inson qatori gapiryapman men. Eng katta yutug'im fuqaro bo'ldim men. Endi buni misol uchun hali boshdan o'tmagan inson bilmaydi bu narsani, fuqarolik qadrini bilmaydi. Bir nima kelganda gapirib qo'yibdi-yu deydi, lekin 96-yil bo'ladigan bo'lsa 2020-yil. Shuncha oraliqda hatto o'sha ota-onamni ko'rgani bora olmaganman. Ishonasizmi? Ko'rgani bora olmaganman. Endi issiqjon har xil holat bo'ladi. Misol uchun dadam bilan telefon orqali bog'lansam, onangizcha mazasi yo'q desa, ha deb qaysi nima ko'mak ko'rsata olasiz? O'tolmasangiz, boshingizdan o'tganini o'zingiz bilasiz xolos. Shukronalik to'g'risida gapiryapmiz. Davlatimiz rahbarining odilona siyosati orqali bo'ldi bu narsalar. Inson qadrini yuqori qo'yganligi uchun men fuqaro bo'ldim. Men shu darajaga erishdim. Shuncha yaratib berilgan sharoit va fuqarolik bergan bo'lsa, shu davlatdan norozi bo'lib o'ladimi? Xudoga ming qatla shukr qilasizda. Men o'zimga aytaman-da, kimdan kamman deyman. Xudoga ming qatla shukr qilib yashaydigan davrda yashayapman deyman. Men hamma Xudoga ming qatla shukr qilib yashaydigan davr hozir. Faqat o'zining mehnati, intilishi bo'lish kerak.